qissasi qayerda yiqilganingiz qadringizni belgilamasligini anglatadi. Chunki qayta turish uchun tashlagan har bir qadamingiz sizni Allohga yaqinlashtiradi. Ha, yo'l uzoq. Balki o'sha ilk qadamni tashlash qiyin tuyular. Lekin unutmang, agar bir xatoni 1000 bor takrorlagan bo'lsangiz ham Robbingiz o'zining cheksiz rahmati bilan sizni 1000 bor, undan ham ko'proq kechirishga tayyordir. Qiladigan yagona ishingiz qayta boshlash uchun bitta samimiy qadam tashlashdir. O'tmishingizdagi umidsizlikni ortda qoldiring. Qalbingizda pushaymonlik bo'lsa, qolgan yagona ish tavba qilishdir. Qanday xato qilganingizning ahamiyati yo'q. Olamlarga rahmat bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning so'zlariga quloq tuting. Odam bolasining barchasi xato qiluvchidir. Xato qiluvchilarning eng yaxshisi esa tavba qiluvchilardir. Havvo onamizning kamtarligi